Assalomu alaykum hammaga. Uy qurishda har bir odam e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar bor ekan. Masalan, mana biz o'zimiz usta bo'lganimiz bilan, biz sohamiz santexnika отопление, parovoy отопление bo'lgani bilan, lekin qurilish sohasida juda ko'p hali bilmaydigan joylarimiz ko'p ekan. Mana masalan hozir tom sohasiga yetib keldik. O'zimiz uchun qurayotgan uyimiz bu. Ko'rishingiz mumkin. Kottej forma qilib qilingan. Endi misol uyni boshlashdan oldin nazarimda kam chiqim, xo'p, qulayliklar qaysi tomondan desam, uy quyoshga qaratib solingan. Quyoshga qaratib solingan uchun qish kunida nisbatan isitish osonroq bo'ladi. Yoz kunida bo'lsa mana bu joyga barat katta bo'lib ketadigan daraxtlardan ekanmizda, xudo xolasa salqin bo'lgan hisobiga uy salqinligini ushlab turaveradi. Ham koridorli qilib qilingan, polni koridorli qilib qilingan uchun energiya sarfi ozroq bo'ladi, lekin uyni qurishda e'tibor beradigan juda ko'p jihatlari bor ekan. Masalan, mana tom qismiga yetib kelgan bo'lsak, hozir tom qismida uyni koridorni manaqasiga uzunligini katta tashlaganimiz hisobiga hozir yog'ochdan biz ko'p yutkazyapmiz. O'zimiz usta bo'lsak ham shu yerlarga homila qilgan ekanmiz. Chunki biz uyni uzunasini ham manaqasiga uzun qilib turib, yana uni ketma-ketlikda qilib qilganmiz. Mana misol uchun ro'para ko'rinishda koridorda yana ro'parasida yana uy bor. Endi uyni eni bu tomonga, uzunasi bu tomonga bo'lib qo'ygan. Navrot qilish kerak ekan. Uzunasini bu tomonga, enini bu tomonga qilganda uyni razmeri qisqarardi va mana bu singari strapl, ya'ni shuni singari yog'ochlardan ancha ekonom bo'lardi ekan. Shu tomonlarga e'tibor berish kerak ekan. Shu uyda loyihasini chiqartirganimda o'zim uchun juda ma'qul bo'lgan. Xudoga shukr, mana ancha ishlarimiz bir tomonli bo'lib qoldi, lekin mana misol uchun mana bu navesimizga xo'p 6 metrlik strapl oldik. 6 metrlik strapl eng qimmati bo'ladi ekan. Lisvay oldimiz, ustalarimiz Lisvaydan olishdi. Eng qimmati bo'ladi ekan. Sababi birinchidan bu uzoq masofalik uchun qalinlashadi straplni. Straplda adashib ketdim. To'sinlikning razmeri. To'sinlik qalinlashadi, eniga ham qalin bo'lishi kerak, chunki masofa katta deyishdi. Shu mana bir tomondan. Endi buni to'g'ri temir boshqa narsa qilish ham mumkin edi. U ham qimmat, baribir arzon emas. Xo'p. Endi uy solishda yangi uy soladiganlar uchun maslahat, koridorli qilsa, faqat oldini koridorli qilib turib, oldi ko'rinishdan yurib boradigan koridorli qilib turib, uyda ro'paraga bir qator qilib imkon qadar solish kerak ekan. Shunda tom yopish tomonlama ancha arzon tushadi ekan. Birinchidan tom bir tomon yopilgani uchun, xo'p, qisqaroq, yog'ochi kamroq, tunuka kamroq, kam sarf, xizmati ham arzonroq bo'ladi ekan. Bizda hozir tom mana bundan yopilyapti, ikkita tomonlama. Chunki manaqasiga uyimiz 11,5 metr. Koridor agar bir qator bo'lib ichkaridan uy ketgan bo'lganida, shu 4 metr eniga bo'lsa, 2,5 metr koridor, 6,5 metr borinki devori bilan 7 metrlik bunaqasiga tom yopilgan bo'lar edi. Hozir 11,5 metrni chapga qilib 80-90 o'stirsak, 12 metr, 12,5 metr shunaqangi tom yopilyapti. Shuni hisobiga plashatka katta bo'lib ketib, birinchidan yog'och ko'p ketyapti, ikkinchidan xizmat ko'p ketyapti, uchinchidan tunuka ko'p ketyapti. Shularni hammasini hisobga olsak, tom yopish jihatidan bu planimiz qimmatroq tushadi ekan. Inshaalloh bitkizib olsak, maza qilib yashaymiz, o'zimiz uchun qilyapmiz, afsuslanmaymiz, lekin shu tomonlarga juda e'tibor berish kerak ekan. Faqat g'ishtni ko'tarib bo'ldi, suvog'ini qilamiz, tomini yopib yashaymiz emas. Hamma tomonni e'tiborga olish kerak ekan albatta. Avvalo birinchi o'rinda ibodatga sharoit bo'lish kerak. Ikkinchidan ota-onani tushib chiqishiga qulayliklari ichida sanuzellari bilan bo'lish kerak va uchinchi o'rinda kam sarf bo'lish kerak-da, o'ziga ham ma'qul bo'lish kerak. Xudo xolasa mana ancha ishlarimiz bir tomonga surilib qoldi. Oldin g'ish ko'tarilishlarini ko'p qo'yib borganim uchun qiziqqanlar uchun yana tashab qo'yapman. Xo'p, yog'ochimizga shu uyimiz uchun hozirgi shu bugungacha 80 million so'mlik yog'och olindi. Hali tunikasi, yana shuni singari rasxodlari hali qilingani yo'q.